İkinci kursimiz o'tiribmiz, tafsir darsi bo'ldi. Tafsir darsini birinchi darsida tafsirga kirish, tafsir fanini ahamiyati, tafsir fanini qanaqa kitoblar yozilgani, tafsirni turlari haqida. Ikkinchi dars ustoz kirdilar, so'raydilar, falonchiyev dars tayyormi? 12 ta bola o'tiramiz sinfda, o'rinlardan turdilar. Bir kishi turdi, ustoz dars tayyor emas dedi. Falonchiyev ikkinchisi turdi. 6 kishi turdi. 6 kishi turdi, dars tayyor emas. Ikkinchi dars endi tafsirdan. Ustoz so'kmadilar, baqirmadilar. O'sha o'tirgan joylarida manzarani rosa eslayman. Suyanib qoldilar. Bas. Keyin o'rinlardan turdilar. Sekin oynaga qarab yurdilar. Derazadan Chorsu bozori ko'rinib turadi. Ko'kaldosh madrasasida bo'layim. Yaxda bir necha soniya turdilar shekilli bir pas. Keyin sekin doskaga qarab yurdilar. Qo'llariga mel bo'rni oldilarda xat totdilar, chiroyli yozardilar ham. Yozdilar. Ta'allam ya fata fal jahlu ar la yarda bihi illa himar. Yozdilar. Chiroyli qilib ikki qator qilib. Yana turdilar, popkalariga narsalarni soldilar, chiqib ketdilar. Darsga kirib chiqib ketishlari jarayon taxminan 10-15 daqiqani oldi. Hech narsa demadi, hech kim. Biz birinchi kursda arab tilini endi grammatikasini o'rganib, endi urishtirib o'qiydigan saviyaga yetganmiz. O'qiyapmiz. Ta'allam ya fatafa. Xullas she'rning ma'nosi. Oxiri topdik. Ey yigit, o'qi. Johillik or. Unga faqat eshak rozi bo'ladi. degan she'r. Keyin o'shani tafsir darsimning orqasiga yozib qo'yganman, ko'pchilik yozib olgan. O'sha darsdan keyin bizni darsga yondoshimiz o'zgarib ketgan. Ustozning hikmatlarini, salobatlarini, o'sha paytdagi ixloslarini aytaman-da. Tushunyapsizlarmi men nima demoqchiman? Ba'zi narsalarni so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Ba'zi narsalar kitobdan topib bo'lmaydi. Bu narsalar qaysi ustozni yashirilgani Alloh biladi. Qaysi gap sizga qanaqa foyda berishini Alloh biladi. Shuning uchun ustozlarni doim ardoqlab, alohida e'tibor beringlar.